Jonimga jon qalar, Namanganimsan. Namangan bugun dunyo nigohida. 65-bor tashkil etilayotgan an'anaviy xalqaro gullar festivali bu yil har galgidan ham keng quloch yoydi. O'zgacha tarovat va shukuh kasb etdi. Katta miqyosda tashkil etilgan ochilish tantanalarida mamlakatimiz vazirlik va idoralari rahbarlari, shuningdek Afg'oniston, Rossiya, Qirg'iziston, Tojikiston, Janubiy Koreya va Xitoy kabi xorijiy davlatlardan yuqori martabali mehmonlar va rasmiy delegatsiyalar ishtirok etdilar. An'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan Gullar festivali yubiley sana 65 yoshga to'ldi. Ushbu anjuman nafaqat nafosat ayyomi, balki qo'shni davlatlar bilan madaniy va diplomatik aloqalarni mustahkamlovchi yirik do'stlik ko'prigidir. Bu yilgi tantanalarga yaqin qo'shnimiz Qirg'iziston Respublikasining O'sh shahridan kelgan rasmiy vakillar va xalq deputatlari ham alohida ehtirom bilan kutib olindi. Biz bugun Qirg'iziston Respublikasining O'sh shahridan katta delegatsiya bilan tashrif buyurib turibmiz. Delegatsiyamiz tarkibida rasmiy vakillar, O'sh shahar kengash deputatlari va O'sh shahridagi turli tashkilotlarning rahbarlari bor. Shaxsan o'zim bu gal bayramiga birinchi marta kelishim emas. Bundan avval ham kelganman. To'g'risini aytsam, bu festival har safar juda go'zal va ko'rkam tarzda tashkil etiladi. O'ylaymanki, bu yilgisida ham yangi g'oyalarni va yangicha go'zallikni ko'rishga muyassar bo'lamiz. Bu yilgi festivalning eng shov-shuvli va tarixiy voqeasi Namangan shahrining Ginnesning rekordlar kitobiga rasman kiritilgani bo'ldi. Ochilish marosimida Ginnesning rekordlarini qayd etish bo'yicha maxsus komissiyasi vakili bevosita ishtirok etib, Namanganda tanlab olingan bir hududda eng ko'p jamoaviy gul ekilgan nominatsiya bo'yicha yangi jahon rekordini ro'yxatga oldi. Aniq raqamlarga ko'ra, ushbu yaxlit hududda ekilgan jami gullarning soni rekord darajani 29,406,384 donani tashkil etdi. Mening ismim Sheyda Subasi. Men 1955-yildan buyon rekord darajadagi yutuqlar bo'yicha dunyoning eng nufuzli tashkiloti hisoblangan Guinness World Records tashkilotining rasmiy vakiliman. Guinness ma'muriyatining shartlari juda qattiq edi. Gullar aynan bitta hududda bo'lishi, tuproq, yorug'lik va boshqa sharoitlar tabiiy holda mavjud bo'lishi, har bir gul maxsus kovakka hech qanday texnik uskunalarsiz alohida qo'lda bittadan ekilishi shart edi. Namanganlik mohir gulchilar bu murakkab shartlarning barchasini yuqori saviyada ado etdilar. Marosimda Guinness kitobi vakili viloyat hokimiga ushbu dunyoviy rekordni tasdiqlovchi maxsus xalqaro sertifikatni tantanali ravishda topshirdi. Bunaqasi bo'lmagan. Namanganda ilk marotaba, menimcha qarsaklarni balandroq chalsak arziydi azizlar. Ochilish tantanalari doirasida taniqli san'atkorlar hamda havaskorlik jamoalarining konsert dasturi, dilrabo kuy-qo'shiqlar va jozibali raqslar davom etdi. Rasmiy tantana yakunida tadbir bo'lib o'tayotgan markaziy hududga bayramona avtoparad kirib keldi va shodiyonani yanada jonlantirib yubordi. Gullar bilan turli betakror va noyob dizaynda bezatilgan 300 ga yaqin avtomobillar karvoni butun shahar bo'ylab harakatlanib, aholi va mehmonlarga haqiqiy go'zallik nafosatini ulashdi. Bu yerdagi umumiy muhit, xalqlar o'rtasidagi kuchli hamjihatlik va bag'rikenglik tuyg'ulari yurtimizda yashayotgan barcha millat vakillarini birdek quvontirdi. Mana men Qirg'iz millati vakili, O'zbekiston bo'yicha milliy madaniy rahbari sifatida bugun mana shu Namanganda gul bayramini 65 yiliga bizlarda alohida taklif qildilar. Bu juda katta ahamiyat kasb etadi. Chunki bu bayramga kelgan har bir fuqaro, har bir millat vakili, har bir mehmon, har bir xorijdan kelgan mehmonlar shunday bir taassurotni qaytadiki, chunki ayniqsa biz vodiyga kelganimizda vodiy xalqining madaniyatini, uni mehmon do'stligini, uni insonlar bilan qadrini biz ulug'laymiz. Chunki vodiy O'zbekiston mamlakatining gavhari hisoblanadi. E'tiborlisi, bu yilgi Namangan xalqaro gullar festivali naqd 50 kun davom etadi. Tantanalar doirasida juda ko'plab ilmiy amaliy konferensiyalar, nufuzli 3-xalqaro maqom anjumani, milliy qadriyatlarimizni tarannum etuvchi Patir festivali hamda go'zal lavanda sayli kabi rang-barang madaniy tadbirlar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Endilikda Guinness rekordi sohibiga aylangan Namangan o'zining bahoriy tarovati va mehmondo'stligi bilan barcha yurtdoshlarimizni ushbu go'zallik va nafosat ayyomiga taklif etadi. Gullar shahri sizni kutmoqda.